Mana men sizlar bilan Javohir Minecraft. Bugungi videomizda biz Marvel qahramonlari modini ishlatamiz. Manaki bu yerdan kiramiz. Manaki mana bo'lmasa. Manaki mod. Bizga kerakli narsalar voy torning boltasi bor ekan. Va bu avtomatlar ham bor ekan. Bu va buni olamiz. Keyin esa yana bizga kerakli narsalar. Hozir shularni taqib ko'rsataman. Spider-Man va sumka ham bor ekan. Hozir buni bosib turib temir odamning bu va buni olamiz. Hozir bu torning boltasi nima qila olar ekan? Qani? Ana pishgan tovuq go'shti. Bularni survivalga o'tib sinab ko'ramiz. Ana survival. Bu albatta telefon uchun Minecraft modlar. Do'stlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, biz 100 ta bo'lmoqchimiz. Qani, mana bosdik. Mana wow! Turli xil buyumlar. Buni biz so'kka ishlaydimi ekan? Ucha olar ekanmiz biz. Qani, so'nkani qanday ochsa bo'lar ekan? Menimcha turib voy. Jonimiz ko'rdingizmi? Jonlar ko'payibdi. Va biz aslahalar bularni kiysak bo'lar ekan. Mana temir odam. Va buni olamiz. Va temir odamning uchish masonasini qo'yamiz. Qanimizam olg'a. Agar bosib tursak, bizda manaki bo'lmasa. Bu temir odam, mana bu quvvat. Mana chiqib turgan narsa quvvat. Agar biz bunday qilsak, yana bossak, ucha olamiz. Manaki. Va torning boltasini otsa bo'ladi. Keyin bu yerga chiqqan narsalar yo'q, bu ishlamayapti. Bu ishlayapti. Buni ham bir ishlatib ko'raman. Qani? Mana ishla. Qani ishlayapti. Buni olib tursak, ham ikkalasida farqi yo'q. Bu jon ketmayapti. Xo'p. Bu yerda mana bunaqa zombilar ham bor. Chiqib ketamiz darhol. Ularni o'ldirish sal qiyin bo'ladi. Oddiy zombilardan farq qiladi bular. Va bizda bunaqa modlar. Bunaqa mod deyapman. Bunaqa buyumlar. Va bu otolar ekan. Mana jang qilib ko'ramiz. Voy. Hay bu nima edi? Menga hujum qilishyapti shekilli. Aytganimdek hujum bo'lyapti. Hujum qilamiz. Orada ham chaqirayotgan. Biz jonimiz ko'p bo'lgani uchun hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Oddiy jonlarda creeper xavflisi.
Torning boltasi kuchlilik qilyapti. Marvel modi dahshat ekan. Aytgancha kimning obunachilari ko'p ekan? Artefaktniki yo Kaizo'niki? Kaizo deganlar kommentariy yozsin, Artefakt deganlar like bossin. Qaramasam olg'a. Skilletlarni ham boshqalar. Bu qurol bunisi jon olmayapti-ku ya. Va chiqdik nihoyat. Bu yerlardan. Endi boshqa modlarda ham sinab ko'ramiz. Boshqa modlarda emas, shu moddagi boshqa resurs paklar. Kreativ chiqamiz. Do'stlar, sal qochish bo'lyapti telefonimda. Hozirda chiqmayapti. Va chiqdi mana. Mana shunaqa modlar. Lekin faqat yana shu xolosmi deysizlar? Lekin faqatgina bu emas. Bunaqa lazerlar ham bor. Bu nima ekan? Va bu narsani nimaligini bilmadim, lekin bu esa lazer. Do'stlar, Minecraftda challenge'larni qanaqa challenge qilishimni xohlasangiz kommentariyada yozib qoling. Qanaqa challenge'lar o'tkazay? Sizlarga qiziq ham. Qanaqa challenge'lar? Challenge. Buni bosamiz va har xil kiyimlar bor ekan. Bunaqasi. Bunaqasi. O'rgimchak odamga. Bu boshqa qilamiz. Bilmadim, lekin o'rgimchak odamniki shu bo'lsa kerak. Va o'rgimchak odamniki shu. Va buni taqamiz. Yo'q, buni taqamiz. Bizga bunaqa narsalar berildi. Menimcha bu kuchlilik bo'lsa kerak. Agar Creeperni Torning boltasi bilan mana bunaqa narsalar ham qo'shilibdi. Va bu nima? Bu nimaligini bilmadim. Bu olov bo'lsa kerak. Bu esa menimcha buni taqsa kerak. Yo'q, bu taqilmasa kerak. Buni nimaligini bilmadim. Endi esa bu yerlarda mana shunaqa modlar, mana shunaqa buyumlar bor. Manakay. Do'stlar, obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Bu sizlar uchun qiyin emas. Bu bunaqa buyumlar, bu qalqon bo'lsa kerak. Olindi, endi esa buni aytganimdek kalla. Bosh kiyim deganim. Buning ham qobiliyati bo'lsa kerak. Bu esa bu muzlat qo'ysa kerak menimcha. Menimcha qobiliyati shu. Suvga tushib bo'lmayapti. Menimcha buning qobiliyati shunaqa. Menimcha buning qobiliyati tepaga chiqish bo'lsa kerak. Buning qobiliyati esa noma'lum.
Bu ichimlik ekan. Bu esa bu ham bosh kiyim. Bunisi ham bosh kiyim ekan. Do'stlar, videom shu yerda to'xtaydi. Sizlarga yana aytib qo'yaman. Bu modni mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang.